Salom do'stlar, Emris Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bizani bugungi video roligimizda World War Polygon deganmidi, shunaqa o'yin nomi yozilgan bo'ladi video ustida do'stlar. Xo'sh, bu o'yin juda ham zo'r o'yin ekan. Bu o'yinda qisqasi tushuntiraman do'stlar. Bu o'yinda biza Ikkinchi jahon urushidagi askar bo'lamiz, ya'ni Amerika askari va biz shunaqa jangchi bo'lib mashq qilamiz qurollarda va shunga o'xshash narsalarda. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin obuna va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bu menga katta motivatsiya bo'la oladi. Xo'sh, nima deyapti menga ham bilmayman, o'zlaring tarjima qilib olaverasizlar do'stlar. Mana bu jeni ham menimcha bu jeni ham bizamiz, mana. Yo powder America loves you and shunaqa. Hope you are good. Do'stlar, ingliz tilini qotiliman, to'g'rimi? Hozir bizani bilmayman, bir bunkerga olib ketyapti. Qani? Opa, bu biz ekanmiz akalar, qani? Opa, miltig'ni ol. Okey. Dirsilatar ekanmiz bilan do'stlar. Opa, endi qani endi bu yoqdagilarni ot. Nima otmayapti u? Almashtir deyapti. Opani do'stlar, mana nemislar kelaversin, bitta yorib yuboramiz. Qani otma shuni ham. Opa, otdik. Endi bu yoqqa bu yoqda nima bor? O'tirar ekanmiz. Bu jeni nima qilyapti? Nima qilyapsan? Voy, tema. Serjant ekan bu akalar. Nima qilaylik? Bajar deyapti bu loy. O, arjimani bajartiryapti bizaga. Yaxshi. Uzr do'stlar, hozir o'rnash olay. Xo'sh, nima deysan endi? Nima qilishimiz kerak bizga? To'xtanglar, o'rnash olay. Pritsel yonib qoldi akalar. Pritsel qanday? O'shdi. Opana biza klimp deb qo'yibdi, bu sakrab o'tish degani. Tushiraman-da ozroq bo'lsa ham. Endi nima qilamiz? Opana dinamit akalar. Dinamit buni qayerga qo'yamiz? Voy, qoch endi. Qoch. Bu yoqqa turamiz. Voy, portlamadik. Voy, onangni nimaga urib ketdi? Ocharganmizmi reshotkani? Qani yugur, mana karyakda ol. Qani, nima bu? Bomba, va ona. Voy. Opana, akalar yordik. Qani endi bu yoqqa tez. Menimcha buni ham vaqti bo'lishi kerak, tezroq borishimiz kerak. Qari. Yo, bu snayper ekanmi do'stlar? Snayper. Voy, o'zingniki. Shoptoli. Voy, ot. Shoptoli. Qaranglar, kallasiga. Voy, tegmadi. Endi yana urinib ko'ramiz. Voy, pritsel qani? Bu yoqda. Ko'rinmayapti pritsel nimaga? Shoptol 120 bor. Voy, tegmadi do'stlar, voy. Headshot bermoqchi edim, qaranglar, 5 pritsel. Voy, tegmadi yana. Voy, pritsel yo'qorchi. Qani, kallasidan. Voy. Mayli, qornidan bo'lsa ham otaylik. Bo'ldi, yorvordik, yo'qor. Endi bu yoqqa borib, bu yoqdagilarni shpok qilib emizib olishimiz kerak menimcha. Opa, nima qilamiz? Arjimani bajaramiz. Voy, charchab ketishibdi bu. Bechoralarni itdek qo'llashyapti-da. Endi nima? Voy, Germaniya hujum qildi shekilli. Germaniya Fransiya full va onasini yeymiz. Voy, meni qamab olishmasa bo'ldi. Xo'sh, nima deb qo'yibdi tushunmadim. Yevropa do'stlarimiz deyaptimi? America going to do. Do'stlar, men sal bo'lsa ham tushunishga harakat qilyapman.
o'sha bir bola u buni ismi I don't know James I have what a brave solding we have here. Shoot up what is shunaqa do'stlar, короче. Skip ko'rsa bo'lmasmikan? Yo'q do'stlar, ko'ramiz. Menimcha ingliz tilini tushunadiganlar ham bor. Oramizda o'shalar o'qib tarjima qilib Bo'ldimi? Bo'ldi, yorib yubordikmi? Ha, bilardim yorib yuborishimni. Qani? Endi nima? Bo'ldi, yorib yubording, bratishka deyapti. Start mission bosamiz. Qani? 1944-yil Amana Beach, Normandiya, Fransiya deydi. Do'stlar, menimcha bugunga yetar. To'g'ri, videomiz qisqacha bo'ldi, lekin xudo xolasa bu yerni keyingi anaqa videoga qoldiramiz do'stlar. Hammaga katta rahmat, sizlar bilan Emre Play kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hammaga katta rahmat.